Assalomu alaykum bizani kuzatuvchilar. Kuninglar yaxshi boshlandimi? Hozir Instagramda Zafar akaning bitta gaplari menga motivatsiya berdi. To'g'risi judayam haqiqatdan judayam aql inson ekanlar. Hayotda hech kimga hech narsa majbur emasda. Nimadir hayotingizda nimadir o'xshamadimi? Demak, unda bir hikmat bor. Nimadir yaxshilik bor. Inson o'sayotganda har xil qiyinchiliklar kelishi, hayotda har xil voqealar bo'lishi odatiy hol ekan. Bu narsaga muammo emas, shundan bir hikmat izlasa, menimcha yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki boy odamlarning ham farqi shunda. Inson nafaqat moddiy, balki ma'naviy ham boy bo'lish kerak deb o'ylayman. Hamma narsadan yaxshilik qidirish kerak deb o'ylayman. O'shandagina inson har qanaqa vaziyatda kambag'al bo'lib qolmaydi. Inshaalloh, bu meni fikrim. Shunchalik motivatsiya berdilar. Kattakon rahmat.